Ozoda Nursaidovani postiga video joylandi. Ozoda opani o'zi emas, 3 ta katta erkak o'zini haqligini isbotlash maqsadida video qo'yishdi. Men syomka jarayonida bo'lmaganman, jabrlanuvchi to'liq bergan ma'lumotiga ko'ra videoni olyapman. Biza bu mavzuni bekitmoqchi emas edik degandek qildinglar. Okeylar, agar bekitmoqchi bo'lmaganinglarda voqea bo'lishi bilan 02 chaqirib, aybdorlarni topib, temani yopgan bo'lardinglar. Lekin sizlar jabrlanuvchini o'zi bilan kelishdinglar. Qonun oldida javob berishdan qochib. Bu degani qizi sog'lig'i sizlarning bo'yninglarda. Oyoqqa turguncha sizlar mas'ulsizlar. Lekin $500 berib, silib vossizlar. Normal joyda operatsiya qilinmagani uchun bitta oyog'i 7 sm kalta bo'lib qoldi. Uje u nogiron, homilador bo'la olmaydi. Qolgan hayotini o'zi xohlagandek o'tkaza olmaydi. Bunga sizlar sababchisizlar. Bo'lgan voqealarni baxtsiz hodisa deymiz do'stlar. Okeylar, O'zbekiston Respublikasi harakat xavfsizligi bo'yicha chiqarilgan qonunlarning ichida baxtsiz hodisalarning oldini olish uchun chiqarilgan moddalar bor. Misol uchun 135-modda. Ya'ni voyaga yetmagan hamda pravasi yo'q insonlar mashina haydashi mumkin emas. Oddiy remen taqmasak qanaqa shtraf keladi? Sizlar pravasi yo'q bo'lgan insonni rulga o'tkazyapsizlar. Hurmatli rejissyor Doniyor Rajabov, sizni aybingiz voyaga yetmagan, pravasi yo'q Sevinch Ma'rufovani rulga o'tkazganingiz. Rulda bo'lgan qizi aytishi bo'yicha, rejissyor gazni bos dedi, men bosdim deyapti. Va eng qizig'i 5 oydan beri bitta qizni nogiron qilib qo'ygan Sevinch Ma'rufova maza qilib ovqatlanyapti, maza qilib uxlayapti. Qanaqa qilib bu qizni vijdon azobi qiynamayapti va qonun oldida javob bermasdan yuribdi. Qilgan videolarda bir necha marta Ozoda opani aybi yo'q deb qaltirab gapirdinglar. Okeylar, olinayotgan klipda zakazchik Ozoda opa hamda production rejissyori javobgar mas'ul bo'ladi bu narsalarga. Men ham medianing odamiman. Mana, Ozoda Nursaidova, sizga odamgarchilik yuzasidan bitta savol. 5 oy bo'ldi mana shu voqeaga. Odamgarchilik yuzasidan mana shu meni klipimda bo'ldi-yu deb qizdan hol-ahvol so'ragani, ko'rgani bordingizmi? Demak, bundan xulosa qilsak bo'ladi, Doniyor Rajabov produksioni o'ziga yuklatilgan mas'uliyatni his qilmasdan qo'l uchida odamlarning hayoti bilan o'ynashgan holatda ishlaydi. Jabrlanuvchi bizdan uy so'rayapti, do'stlar. Okey, qonuniy javob berishdan qochib, o'zi bilan kelishamiz deb solig'ini bo'yninglarga oldinglarmi? Shahar so'rashga ham haqqi bor. Qilib berishinglar kerak. Chunki sizlar bitta klip deb bitta odamning hayotini barbod qilib tashladinglar. Ozoda opani istoriyalarida ko'rib qoldim. Blogerlar bu narsani PR prosmotr uchun qilyapti do'stlar. Qaysi miya bilan gapiryapsizlar men bilmadim. Ozoda Nursaidovaning orqasidan ishlangan PRga men tupurganman. O'zimga yarasha kuzatuvchilarim bor, hurmat qiladigan insonlar yetarlicha. Sabrina bitta klip deb qanaqa azoblanganini ko'rdim va unga qilinayotgan nohaqlikka chidamasdan videoni olyapman. Hurmatli tegishli idora vakillari, Ozoda Nursaidova, rejissyor hamda ruldagi qizga hamma kabi qonun hamma uchun teng qonuniy chora ko'rishinglarni xohlaymiz. Bu temani bildirish meni vazifam edi, vazifamni qildim. Chorani ko'rasizlar degan umiddaman. Har doimgidek pagnali.